va mana bunday qilsangiz shuni o'chadiganidan agar mana shunday ko'hna mebel qildiradigan joyingiz 5 metrdan uzun bo'ladigan bo'lsa, mana shunisi ham bonus shunday qo'yib berishar ekan. Undan tashqari bonuslariga mana bunday mo'ykasi, undan tashqari mana bunday idish turadigan shushulkalari va qadrdonlar mana bu yerda g'aladon, ya'ni qoshiqlar turadigan joylari juda ham sifatli bo'ladi, mo'yishi bo'ladi. Mana bu joyga ovqatni qaynab turgan joyda olib turib shuni qo'yadigan bo'lsangiz ham kuymaydi, ishmaydigandan bo'ladi. Samarangizni mana ishlab ko'ramiz mana. Chizilmaydigandan eng sifatlisidan zo'ridan bo'ladi. Bu odamni ham ko'taradimi deganlarga juda ham sifatli bo'ladi, mana ko'taradigandan bo'ladi. Eng asosiysi qadrdonlar bu garantiyasi bor ekan 10 yilga mana shu mahsulotlar. Ya'ni bu chet eldan keltirilgan, Polshadan keltirilgan bo'lar ekan. Bir pagana metr deganda qadrdonlar 1 metr mana shu tevagacha hisoblanadi. O'bshi 3 million 400 ming so'mdan qilib berishdi akalarimiz. O'bshi summasi 16 millionga bitgan joyda ko'rib turibsizlar. Endi arzonroq varianti bormi deganlarga 1 metri 2 million 300 ming so'mdan boshlanib u yo'q ketaverar ekan, fasoniga, shakliga qarab turib qadrdonlar. Xohlasangiz mana bu joylarga kafellari terilgan holatda ham qilib beraverar ekan. Bu joyda o'zi kafel terilgan ekan. Kimga shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa, pastda nomer qoldirganmiz. To'liq videoni tajribali usullar YouTube kanaliga joyladik.